Assalomu alaykum. Yaxshi misol. Mana xudo xolisi o'sishimiz 60-70 cm o'sgan. En tepasidan mo'ljallab shu 4 ta kurtak qo'yib kesib, qolganini o'shanga moslab kesib qo'yamiz. Xudo xolisi endi bu yog'i o'smagani qolib turadi. Moyi 20sigacha. Yaxshi o'sgani keyin qilib kesib qo'yamiz. Shu en tepasiligini 3 ta kurtak, 3 ta 4 ta kurtak qo'yib kessak, qolganini o'shanga moslab kesib qo'yaveramiz xudo xolasa. Bo'yi yaxshi o'smagani qolaveradi. Moyi 20sigacha. Bugungi chislamiz bunga o'xshaganlar paki hozircha turadi. Bu ham yaxshi o'sish bo'lmagan. O'sish bo'lganlarni kesaveramiz. Moyi 20sini kutmaymiz, o'sish bo'lganlarni. Hop. Mo'ljallab o'sha eng balandligini kessak, qolganini o'shanga mos qilib kesib qo'yaveramiz. Maqsad shoxlatish. Bo'yi kelmaganlari sekin-sekin o'sib kelaveradi. Yaxshi o'smaganlar bizgina bir hafta mumkin kutamiz. Maqsad bir yil oldinga o'tib, buni padvoy maksimum 14 kuchli padvoy. Kuchli o'sgan padvoy. Boshqa joyda olchada ham bor. Olchadagilarimiz yaxshi o'smaganligi uchun ular yo'l kesilmaydi. Padvoy shunaqa paytda juda katta ahamiyatga ega bo'lib qolyapti. Keyin mevani ham yaxshi yirik qilib beradi padvoy. Maksimum 14 lar. Holatlari yaxshi. Misol uchun mana mo'ljallab turib 3 ta kurtak kessak, qo'yganlar mana shunga mos qilib kesib ketyapmiz. Ichida endi 1, 2 ta, 3 ta boshqa qatorlarimizda ham 2 ta, 3 ta, 2 ta, 3 ta yaxshi o'smaganlari bor. Endi yaxshi o'smaganlar qolib turadi-da. Boshqa ilojimiz yo'q endi. Moy 20sigacha o'sish bo'lsa yetib oladi. Keyin ularni moy 20sida urib yuboramiz. Shunaqa gaplar mana. Bu royaltiyaga mana. Padvoy maksimum 14. Bu ikkinchi moy holatiga ham ozgina kemaga tak kessa bo'ladi. Buni ham ichida bitta ikkita sal kemaganlari bor. Kes uramiz bo'lmasa. Kemagani bor, o'shanisi endi qolib turadi, boshqa iloji yo'q. Mana 20siga kelib oladi. Xudo xolasa kesib bizni.